Mana shu qizim Banu Ergasheva gemangema kasalligi bilan kasallanib, mana shu 19 yildan beri kasallik bilan kurashib kelyapmiz. Norga o'xshagan narsa chiqqandagina bizlar noto'g'ri davolab garmon qilib qo'ygan. U narsani rivojlantirib yuborgan. O'sha operatsiya qilganda nerv tomirini kesib qo'ygan. Judayam siqiladi. Qiz bola ita qanday bo'ladi bu? Qanday shifo topaman derdim. Lekin yo'q, mo'jiza. Shunday yaxshi odamlar, shunday yaxshi fondlar bor ekan, Allohga shukr. Fondga murojaat qildik. Bular hujjatimiz qabul qilindi, mana shu yerga olib keldik. Kasallarimizni ko'rdi, yordam qo'lini cho'zdi, hamma shu dokumentlar qilib berdik. Mana shu vaziyatda shu yerga keldik. Ancha yaxshi bo'ldi-ga. Nasib bo'lsa, ega yuzimiz yorug' bo'lib, biramiz katta qizim, ha? 9 yildan beri ko'nglimdagi nima bugun ochildi shu bugun. Men boshqacha hissiyotdaman bugun. Nasib bo'lsa inshaalloh yana 4 oydan keyin kelsak, toza yuzi xuddi o'zini yuzidek bo'laydi. Gazetdan keyin Toshkentga hayotimiz nima o'zgarib ketdi o'zi. Shunchalar hamma sharoit. Men haligacha ham o'ylayman. Bir tush ko'rgandaymiz hozir. Banani gazetasiga olib keldik. Xudo xohlasa aptekaga yo'l oldik. İnşallah Banu lecheniyalarni boshlaymiz bugundan.